Kim aytdi Toshkentdan qimmat qo'yapsizlar deb? Mana Toshkentdan arzoniga BYD ham top qo'ydik akalar. 2024-yil 30 ming probegida. Agar siz o'ylagan narxdan ham arzon aytadigan bo'lsak, like bosib, kommentariyada qoldirib qo'ying. BYD ham bilasizlar, juda ham katta mashina bo'ladi. Narxi ham ancha baland mashina bo'ladi. Salon holatlari juda ham ideal. Mashinada abdufi, abagrefi, pamять sidinalari, ya'ni o'rindiqlarni eslab qolish qobiliyatlari hammasi bor. 14.8 dyumdagi markaziy panel, uskunalar paneli, hamma funksiyasi bor. Bu mashina bilasizlar, BYD xonimiz premium klassdagi avtomobil hisoblanadi. Mashinamizni narxini egalari bilan talashib, ancha tortishdik. Shu sizlar aytmoqchi Toshkentdan qimmat qo'yapsizlar deganlar uchun ham tortishdik. Mashinamizni narxini 28.200 dollargacha tushirdik. Bu salonning holati, rangi juda ham kafeyniy rangda, juda ham chiroyli ishlangan ekan. Bu BYD xonni o'tkazib yubormaslik uchun bizni kanalga a'zo bo'lib, like bosib, kommentariy qoldiring. Bilasizlar, BYD ham juda ham tezkor avtomobil hisoblanadi. 3.9-4 sekundda bemalol 100 km tezlikka erishadi. Mashinamizning afzalliklari to'liq elektr tokda harakatlanadi. Eng ekonomik, kam chiqim mashinalardan hisoblanadi.